Qadim zamonda tog'lar etagidagi go'zal yurt Marg'ilonda bir hunarmand yashagan ekan. U ipakdan matolar to'qar. Ularning har bir tolasi quyosh nuri singari tovlanar edi. Usto hunarmand bu san'atni bobolaridan o'rgangan. Har bir ipga yuragini baxsh etib, g'ayrat bilan ishlar edi. Kunlarning birida u matolarni to'qiyotib, keksaygan bir sayyohning so'zlarini eshitdi. Sayyoh unga shunday dedi: "Bu matolar oddiy emas. Har bir ipda ajdodlaringning duosi, har bir rangda xalqingning orzulari mujassam. Atlaslaring el yuragini yoritib turadi. Bu matolar tabiatning o'zidan ilhom olgan. Ranglarida osmonning cheksizligi, daryolarning tiniqligi, oftobning iliqligi va bog'larning yashnashi aks etgan. Ular bahor shabbodasidek yengil. Bu matolar faqat tabiatga emas, ayollarga ham o'xshaydi. Atlas nozik va nafis, ammo bardoshli, xuddi mehribon ona kabi. Adras ranglarining uyg'unligi xuddi hayotning o'zidek. Unda shodlik ham, sabr ham bor. Har bir choki go'yo onaning bolasi uchun tikkan mehr bilan yo'g'rilgan ko'ylagidek. Bu liboslar ayol qadr-qimmatining timsoli, ularning sabr qanoati va chiroyining ifodasidir. Bu so'zlardan hayratlangan hunarmand o'sha kundan boshlab faqat mato emas, tarixni to'qiyotgandek his qilardi. Uning atlaslari dunyoning turli burchaklariga tarqaldi. Har bir ipida O'zbekistonning yuragi, mehri mujassam bo'ldi. Shunday qilib, Marg'ilonning atlas va adraslari, Buxoroning zarbof cho'ponlari, Chustning do'ppilari, Samarqandning kimxoblari nafaqat kiyim, balki ajdodlarimizning ruhi, madaniyati va iftixori bo'lib qoldi. Va bugungi kunda ham bu liboslarni kiygan inson har bir ipning ortida buyuk tarix yotganini his qiladi.